Jiddiy ogohlantirish. Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga. Tezkor xabar. Barcha viloyatlardagi fuqarolar ogohlantirildi. Video ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara xabarlarni birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Gidrometeorologiya xizmati agentligi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, ayrim hududlarda joriy yilning 20-25 mart kunlari kutiladigan yog'ingarchilik hamda havo haroratining keskin o'zgarishi kutilmoqda. Shu sababli respublikaning tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tomonlarida, Jizzax viloyatining Baxmal, Zomin tomonlarida, Toshkent viloyati Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tomonlarida Chotqol tizmasi, Namangan viloyati Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'rab qolamiz hamda keskin ob-havoning o'zgarishi sabab kutilayotgan turli xil talofatlardan o'zingizni hamda yaqinlaringizni ehtiyot qilishni yodingizdan chiqarmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga yetib borishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'ying.